Assalomu alaykum. Avvalgi kollej, hozirgi 71-maktabda. Endilikda bu yerda qayta tayyorlash. Hozir mana hamma o'quvchilarimiz qayta tayyorlash darslarini tez ishlayaptilar. Ularni kuzatuvchilarimiz kelasizlar. Evitgacha, evitdan keyingi hozir nechanchi guruh? 3-chi guruh. 3-chi guruhga уже o'qishni yakunlayapti. 4-chi guruhga o'quvchilari yozishni boshladi. Şaşalanlar sanallı caylar kalan. Yeni yıldan burun yazılı kasanlar 2025 yılda ilk desile o'qish to'lovlari hamma summalari kelishilgan ekran üstünde öyrəsi qaldıramiz. Bemalol qo'ng'iroqlashib shu yerga kelaverasizlar. Bu yerda nazariy xonamiz bo'ladi. Nazariy shu yerda dars o'tiladi. Hamma yo'l harakati belgilari bilan jihozlangan bemalol yerga o'tirib dars o'tishlar bo'ladi. Barcha shart-sharoitlarga ega xonalar issiq kelib o'zingizga yetarli darajada bilim olsangiz bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, B.S toifada o'qishga qabul qilinadi bu yerda. Abitgacha, abitdan keyingi ismlar bor bemalol. Qarasanglar, men kuni bilan ishda bo'laman degan bo'lsanglar, kechki qayta tayyorlab o'qishga kurslarim ochildi bu yerda. Bemalol ekran üstüne telefon nomerlari yozib qoldiramiz, xabar bersangiz bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bu yerda yuk avtomobilimizning sxemasi. Bemalol shu yerga kelasizlar, tushuntirish beriladi. Kelib, o'zingizga yetarli bo'lgan ma'lumotlarni olasizlar. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, mana yuk avtomobili, ya'ni gaz 52 avtomobilining sxemasi shu yerda tuzilgan. Bu amaliyot xonasi. Plakatlarda hamma rasmlar shu yerda o'zingizga keragincha tushuncha olasizlar. Yuk avtomobili mana 18 ga 7 deydi. Metrmi o tonnami shu yerda o'zingizga tushunchalarni olasizlar. Yo'lning kengligi, qaysi yo'llarda yurib bo'ladi, qaysi yo'llarda yurib bo'lmaydi. Bu mashinalarda yuratma yo'llari bor bularimiz. Mana amaliyot xona shu yerga kelib, mashinaning sxemasi. Bu yerda hamma mashinaning misol uchun aytib o'tiladi. Sizlar qanday toifada o'qasizlar? Bir toifami, ikki toifami? Shunga yarasha sizlarga bilim beriladi. Kelasizlar, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana shu yerda portalda o'tirib, bemalol dars davomida sizlarga tushuncha beradi. O'zingiz qiziqtirgan savollarni shu yerda beraverasizlar, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana endilikda bu yerda tayyorlov kurslari, abitgacha ta'lim, abitdan keyin ta'lim ochilgan. Sizlarning vaqtlaringizga qarab guruhga ochilyapti. Misol uchun men vaqtimda ishladim degan bo'lsanglar, abitgacha ishlab, abitdan keyin o'qishga kelishingiz mumkin, hurmatli kuzatuvchilarimiz.